Assalomu alaykum kanal obunachilari. Siz bilan biz Jahon Otanovaysining ayrim g'azallarini birgalikda sharhlagan edik. Ayni paytda Dog' o'ldi radifli g'azalini ham Baholi qudrat sharhlashga harakat qilamiz. Birinchi muammo shunda bo'ldiki, men aynan shu g'azalning bir necha manbada turli variantlarini ko'rdim. So'zlarda farq qilgan ekan. Shuning uchun menga tushunish qiyin bo'lgan baytlari ham bo'ldi. Lekin harakat qilamiz. Baholi qudrat uni tushunishga, sharhlashga. Zamona kulfatidin bu ko'ngil dog' o'ldi, dog' o'ldi. Bu charxi bemuruvvatdan ko'ngil dog' o'ldi, dog' o'ldi. Mana shunday g'azallar hasbi hol deyiladi. Ya'ni o'zining ahvolini bayon qilgan, o'zining shaxsiy hayoti bilan bog'liq muammolari tufayli yuzaga kelgan bir vaziyatni, kayfiyatni ifodalagan she'rlarni odatda hasbi hol deb aytamiz. Bu ham ana shunaqa hasbi hol g'azal deyish mumkin. Matladan ko'ryapmizki, zamona kulfatidan, ya'ni davrdagi boshiga tushayotgan kulfatlardan uni ko'ngliga dog' tushgan, ko'ngli dog' bo'lgan yoki ko'ngli yara bo'lgan, xafa bo'lgan va bu rahmsiz taqdirdan ko'ngil xafa, ya'ni taqdir uning boshiga qiyinchiliklar soldi, ana shundan xafa. Jarohat bo'ldi bag'rim, tig'i bedod raqiblardan, bu ko'toh fahm mardumdan ko'ngil dog' o'ldi, dog' o'ldi. Mening bag'rim raqiblarning beshafqat tig'idan jarohat bo'ldi, yaralandi. Ya'ni go'yoki bag'ri yaralandi. Ya'ni raqiblarim, dushmanlarim menga yomonlik qildi. Mana shunaqa kalta fahm odamlar tufayli ko'nglimda dog' bo'ldi. Bu gulzori fano ichra mahalli behalal yo'qtur. Hamisha zaxmi xorodin ko'ngil dog' o'ldi, dog' o'ldi. Ya'ni bu shunday bir o'tkinchi gulzorki, ya'ni bu shunaqa bir o'tkinchi dunyoki, u yerda hech kim xalaqit bermaydigan bitta hudud yo'q. Ya'ni osoyishta xotirjam yashasa bo'ladigan bir joy yo'q. Va hamisha meni ko'nglim turli toshlar zaxmidan, ya'ni otilgan toshlarning zaxmidan, zarbidan yara bo'ldi. Fano mardumlarini sirridan hech kimsa yo'q ogoh, qabih guftor mardumdin ko'ngil dog' o'ldi, dog' o'ldi. Ya'ni bu o'tkinchi dunyoni odamlarini siridan ogoh bo'lgan hech kim yo'q. Ya'ni bu dunyodagi hamma odamlarning siri, asl dardi, muddaosi va hokazolarni bilolmaysiz. Va men mana shunaqa yomon gaplar aytadigan odamlardan bezdim, ko'nglim dog' bo'ldi, deyapti. Ko'ngil qoni burohiy diydadan bir lahza band o'lmas, vujudim iztirob aylab ko'ngil dog' o'ldi, dog' o'ldi. Aynan shu baytni bir necha xil versiyalar bor ekan. Ko'ngilli qoni, roh degani o'zi yo'l degani, diyda ko'z degani, balki mana shu ko'zni yo'li deyapti. Ko'ngilni qoni, ko'zdan oqayotgan mana shu yosh bir lahza ham band bo'lmaydi, ya'ni bo'sh bo'lmaydi deb tushundim. Ya'ni to'xtovsiz ko'zimdan yosh oqadi, balki qon oqadi deb tushundim. Va vujudim iztirob aylab, tanam iztirobda qolib, qiyinchilikda qolib, ko'nglim dog' bo'ldi. Turib tur bag'rim ichra qon misoli g'uncha naylarman, ochilmay gul sifat ushbu ko'ngil dog' o'ldi, dog' o'ldi. Meni bag'rim ichida, ya'ni yurakni deylik, qizil qonli yurakni ochilmagan g'unchaga o'xshatyapti. Xuddi g'uncha ichida qon yutgani kabi meni bag'rim ichida mana shunaqa g'uncha qon bo'lib turibdi va u gulga o'xshab ochilmayapti. Ya'ni gul unda ochilsa, ya'ni uni qalbi ham, ko'ngli ochilsa, kayfiyat yaxshilanadi. Ya'ni kayfiyatim yaxshi bo'lmayapti. Mana shunaqa mahzun bitta g'amgin ahvoldaman. So'zimdin xotiring uzra gumoni o'zga yetkurma ki izhor aylamay naylay ko'ngil dog' o'ldi, dog' o'ldi. Meni aytmoqchi bo'layotgan gapimdan ko'ngliga har xil gumonlar kelmasin. Ya'ni yomon gumonda bo'lmagin. Men yomon niyatda aytmayapman bu gaplarni. Men bu gapimni senga izhor qilmasam kimga izhor qilaman, deyapti. Meni rasvoyi olamdan mabodo e'tiroz etma, takallum birlashodayla ko'ngil dog' o'ldi, dog' o'ldi. Ya'ni meni bu yomon bir olamdan, yomon bir jahondan, davrdan gaplarimni e'tiroz deb qabul qilma. Meni takallum bir yaxshi gap bilan, men bilan so'zlashib, meni xursand qil, chunki meni ko'nglimda dog' bor, deyapti. Ko'ngilni otashin bejo qilib tur nutqi guftori, qayuboq andaribidan ko'ngil dog' o'ldi, dog' o'ldi. Meni ko'nglimni uni nutqi guftori, ya'ni gapirgan gaplari ko'nglimga otash olov yoqdi va meni olovdan bejo qildi, ko'nglimni xafa qildi, ko'nglimni yondirdi. Qaysi bitta bog'ni bulbulidan, ya'ni qaysi bitta joyi sayraydigan bulbullar, qayerlikdir bitta odamni dastidan deylik, ko'nglim dog' bo'ldi. Bu so'zni ayladi barpo ajab gustohliq birla, maloli xotir ulg'aymu ko'ngil dog' o'ldi, dog' o'ldi.
bu so'zni bitta bir odobsizlik bilan shunaqa barpo ayladi, ya'ni ehtimol bu she'rni aytdi, mana shunaqa bir odobsizlik bilan mana shunaqa gap aytishga jazm qildi va senga malol kelmasin shu, chunki meni ko'nglim dog' bo'ldi. Ajab ash'or mavzun bog'ladi Vaysi hasaddin kim, Umarxon zufununi kim, ko'ngil dog' bo'ldi, dog' bo'ldi. Ash'or mavzun degani vaznga solingan she'r degani. Mana shunaqa bir ajoyib bitta g'alati bitta she'r yozdi, ya'ni vazn bog'lab she'r yozdi Vaysi. Hasaddan Umarxondek bir olimga havas qilganidan unga deb yozdi. Va meni gapimni noto'g'ri olma degan murojaatim hoynahoy Vaysining yaqin do'sti Nodirbegim eri Umarxon Amiriga murojaat shaklida yozilgan deb qabul qildim. Va u aynan podshohga o'zining ahvolidan arz qilyapti deb qabul qildim Hasanni. Agarda sizda bu she'rning tahlili bilan bog'liq boshqacharoq mulohazalar, qandaydir bir manba, maqola bo'lsa, fikrlaringizni eshitishga tayyorman. Hozircha xayr, salomat bo'ling.